Assalomu alaykum hammaga. Mana bu xorlarimiz ko'rib turibsizlar. Bular 30lik, 35lik, 38lik xorlarimiz. Bular mana yaxshi holatda ko'rgazmaga yasalgan xorlar. Mana bu yoqda ham bor hozir. Mana bu xorimiz 50lik shablonda yasalgan bo'lib, bu to'sin kiradigan xori, suvarkalari hamma yog'i joy-joyida. Mana yaqindan ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, tashqarisi profildan, ichkarisi 50 sm 1 metrlardan qilingan. Mana bu yerda ham bor. Mana bu xorimiz 38lik X xori bo'lib, suvarkalar joyida. Bularımızning narxlari 220 mingdan 230 minggacha. Mana bulari oddiy xorimiz 38lik shablonda yasalgan, suvarkalari hamma yo'g'i joyida. Bularning narxlari 180 mingdan 190 minggacha bo'ladi. Profillariga keladigan bo'lsak, ular konteynerning tepa qismidan chiqqan bo'lib, ularga listlanib ketadi. Mana bu xorlar esa 35lik xorlar. Ko'rib turibsizlar, mana hamma yo'g'i joylarida bemalol murojaat qilaverasizlar. Xorlardan birorta muammo bo'lmaydi. Suvarkalariga javob sinib qo'yib yuborib, hech narsa qilmaydi. Bemalol qo'yaverasizlar. Xayr, salomat bo'ling.